Bugun somsa tugushdagi live hayd ko'rsatamiz. Qanaqa qilib do'mboq chiqishi duxovkada pishirganda. Stakanning ichiga xamirni solamiz. Ozgina bosamiz. Qiymani solgandan keyin go'shtli qiymami, qovoqlimi? Bosasizlar, qo'llarni artib olasizlar. Artmasanglar yaxshi yopishib chiroyli chiqmaydi somsa. Artib olgandan keyin mana yopishtirasizlar ikkala tomon, uchala tomonni. Boshqatdan ko'rsataveramiz. Oxirigacha yaxshi tugilganini ko'rsata olmay qoldim. Mana qaranglar. Qiymani soldik. Xohlagan nachinka, xohlagan qiymanglar. Oshqovoqli, go'shtli, ko'k, nima xohlasanglar. Mana solib bo'lgandan keyin qo'llar artib olasizlar-da. Mana shunaqa qilib tugasizlar yaxshilab. Yaxshilab tugib, ozgina burchagidan bir-biriga yetkazib yopishtiramiz mana. Ozgina. Mana yopishtirdik. Endi mana shu bunday qo'yib yuborgin, ko'ramiz. Mana qanaqa chiqqani qaranglar. Buni hozir pishganda qanaqa bo'lganini ko'rsatamiz.